Assalomu alaykum aziz obunachilar. 3 ko'zli trendda sotilayotgan kameramizdan hozir yana chiqaryapmiz. Akalar, bu kameram 3 ko'z bo'ladi. Sim kartaga ishlaydi, Wi-Fi ga ishlaydi. Bu pastidagi 360 aynalari telefonlaringda xuddi shunaqa ko'rinib turadi akalar. O'ngga chapga aynatiraverasizlar ham, o'zi ham odam o'tganda bu pastidagi harakatlanadi. Telefonlaringda shunaqa ko'rinib turadi akalar. Musofirda bo'lsalar ham bemalol gaplashib, ovozlar eshitib, gapirib turaverasizlar. Xullas, tungi rejim bor, IP66, yomg'irdan himoyasi bor. Odam yurib ketsa, xullas o'zi aniqlaydi mana. Xo'p, keyin buni Samarqand Oqdaryo tumani Loyish shaharchasiga jo'natyapmiz. Sherzodbek akamizga, adashmasam musofirda ekanlar. Telefonlarga uстановка qilib berdim, ishlatib ko'rdilar. Wi-Fi da ishlataman dedilar, Wi-Fi kabellarni qilib berdik. Xullas 680 ming so'mga kameramizni o'zini baraka qildik. 32 talik chip qo'shib berdim, dastavkasini ham bepul qilib berdim, telefonlarga uстановкасini ham bepul o'rnatib berdim akalar. Sizlar oldin kamerani ishlatib ko'rasizlar, yoqsa to'lov qilasizlar akalar. 100 ming so'm zakat, qolgani kamera borganda.